Allohga shukr, o'tirolmasdim, o'tiryapman. Yurishga juda qiynalardim, zinalardan chiqolmasdim, chiqyapman. Assalomu alaykum. O'zbekiston xalqi. Men Farg'onadan bo'laman. Mamajon va Umida bo'laman. Men shu saraton kasali bilan 23-yil kuzda aniqlandi. O'zi bahorda bo'lgandim-u, kuzda aniqlanib bu kasallikka. Keyingi yilga kelib yana qaytolandim, og'riyapman desam yana ximiya yozishdi. 24-yilga o'tib yana men ximiya oldim. 25-yilga o'tib 24 oxirida 25-yilga o'tib yana 4 ta ximiya oldim O'zbekistonda. Ximiyalarni olib yana 2 ta ximiya olasan, 2 ta ximiya olasan, mana 4 ta ximiya olib bachadan bo'yin saratoni bo'lgandim-da ishqilib. Qaytalanib lecheniya oldim. Foydasini ko'rmadim. Ximiya ikkinchi marta ximiya olganimda shu bilan Turkiyaga chiqib ketdim. Turkiyada lecheniya olishni boshladim. Ular ximiyaga buyurishdi. Ximiyani 5 soat ichida olib bo'lib uyga ketaverar ekansiz. Oldim ximiyani, birinchi bosqichida alla yaxshi bo'ldim. Oyoqlarim o'rnalganga o'xshadi. Ishtahalarim ochilib yaxshi bo'lib yurdim. Ikkinchi ximiya olgan 21 kunda ikkinchi ximiyaga bordim. Borganimda ikkinchi ximiyani olganimdan keyin xullas o'rnimdan turishni iloji ham bo'lmadi. 5 kun 6 kunda yaxshi bo'lardim, yaxshi bo'lmadim, battar bo'ldim. 3-ximiyagacha sabr qilib yurdim og'irlashib. 3-ximiyaga analiz topshirgan borgan joyimda doktorga uchrab, переводчиklarim bor edi. Turk doktorlariga uchrasam, "O'sha senga endi ximiya yordam bermaydi. Sen o'zi 1 oydan keyin orqa peshoying bekiydi. Pochkeni, chap pochkeni olib tashlaymiz, o'zi tugabdi pochken" dedi. Shunda bu klinika bilan, bu bola bilan Alisherovich bilan gaplashayotgandim. Shu odam og'ir ahvolda bo'lsangiz qabul qilishim qiyin, operatsionni bo'lsangiz dedi. Yo'q, tavakkal oldingizga boraman, nima bo'lsam bo'ldim deb keldim. Alhamdulillah, Allohga shukr. O'tirolmasdim, o'tiryapman. Yurishga juda qiynalardim, zinalardan chiqolmasdim, chiqyapman. Alhamdulillah, Allohga shukr. Birinchi kursda olarim bilan o'tirishni boshladim. Pochka yonga qoldi, Xudoga shukr. U darajada juda og'iram bas akaman, mana shu odamni qarovi, mehri, juda ham tabassumi, attagi qizlarni oqibatlari hamma yog'i zo'r, sharoitlari yaxshi, alhamdulillah, Allohga shukr. Yemasdi, yeyishdan to'xtagandi. Hamma yog'im zo'r. Mumkin emas degani uchun pishmani yemay qo'ygandi. Doktorimiz hamma narsani mumkin me'yorida yeb, o'zingizga qarab yaxshi bo'lasiz degan sari men ham bemorlar uchun juda ham foydali maslahatlarni bergani uchun opam ahvoli juda ham oldi tarafga o'zgardi, yaxshilandi. Katta rahmat bu doktorimizga. Sog' bo'lsin. Ikkilanayotgan bemorlar tavsiya qilamiz, hech kim ikkilanmasin. Shifo avvalo Allohdan, sababchisi mana shu doktorimiz. Opamni ancha oldinga qilib berdi. Alloh doktordan rozi bo'lsin. Bizga opamni qaytarganim uchun Ilohim ham yaxshi bo'lsin. Sog' salomat qilib yorug' yuzlar bilan uyimizga borish nasib qilsin. Ilohim O'zbekistonimizda bu kasallikdan hech kim kasal bo'lmasin birinchi o'rinda. Tirnoqlarim shunaqa chiroyli bo'ldim, Allohga shukr. Yana shu nima deydi, yashash uchun harakatdamiz, hayotga qaytganim uchun Allohga shukr. Shu bolaga ham ming rahmat aytaman. Noumid bo'lmanglar, ikkilanmanglar, shatlarga kelib davo olinglar, insonlar. Oxirgi umidim shat edi mana. Xudoga ming marta shukr, yaxshi tomonga o'zgardim. Xudoga shukr, hammaga Allohim shifo bersin. Shu bolaning ham yo'llari ochilib, bemorlarni o'g'nab yuzlari yorug' bo'lsin ilohim. Rahmat.